Xo'p, akalar, jigarlar, Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan sizlarga narxlarni, novvos narxlarni tanishtirib o'tamiz. Giniford o'ta kuchli kelyapti. Xo'p, aka nech pul bo'ldi bu? 31,5 million. O'ta chiroyli narx bo'ldi. Aka bunisi nech pul bo'ldi? 29 million bo'pti. Qorasi 31,5 million bo'pti. Hangi? Ginifordmi? Giniford. Xo'p, ketdi akalar, xudo xolasa novvoslarni ko'rsatib o'tamiz. O'ta kuchlilar. Tarozga tortishyapti novvos akalar. Xudo xolasa. Necha kilo chiqdi aka? 377 kilo? 371 kilo chiqdi novvosimiz. Tarozga ham chiqishdi. Xo'p. Aka tarozda olsam bo'laverami? Makani ham olib qo'ying, moldagilar akalar. Moldaga smachi bola. Oldi. Olganini Akalarimiz faqat buqa baqadi. faqat buqa oladi. Bu so'ya. 550 5 bo'ldi. Ya to'nmadi-yu. To'g'ri. Ma syomka ham bo'lyapti u. Akshor 55 kilo ekan. Yo'q, 56 57 o'ynayapti. Yo'q. 56, 55, 53 o'ynayapti ko'proq. O 55 olib chiqaryapti. Nechiga? 60 olib ketyapti endi. Nima 60 olib ketyapti? Ashi. Tarozi tesi de. Unaqama, unaqama. 60 ekan. Hey, unaqama. Mana qo'lim mani turibdi. Oy 560 kilo apşin. Qo'yibdi qo'lini. Qayerdan qo'yib olaman? Ahmet aka, ajoyib. Turmada turibdi. Bo'y turchi mana, turba turganmiz, turgin. Ana, turgizin. 60 ekan, 58 60 o'ynayapti. Apshin. Ne 30 olib ketdi hozir. 30 bin verese ama 2 metreden ayeti yaptı. Oldi. Unaqamada. Nech pul bo'ldi puli o'zi uni? Taroziga berip git. Puli nech pul bo'ldi o'zi puli? Nechta ekan? Yoshni. 15 bin. Yo yo bu. Ben tortmayayım. Siz ulan demeyin. Sanjar aka. Yo 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 yo. Sanjarga siz chiqmay qo'ydingizlar shuncha aka. 15 bin. Xo'p, Yo yo yo. akalar tarozi ko'rdinglar. Novvoslar tortib olishyapti. Buqa purish akalarimiz xudo xolasa Giniford o'ta kuchlilar. Hayt. Bittadan laykni bosib ketaylik akalar, jigarlar, har bitta xonadonda shundan bir 10 tadan bo'lsa xudo xolasa inshaalloh deb qo'yamiz. Shuni ulug'ayam kunlarda turibmiz. Hammamizga yetkazsin shunaqa novvoslardan. Aka nech pul bo'ldi bu? 24,2. 24 million 200 bo'ldi aka. To'g'risi boqadigan novvos aka. Xo'p, ketdi akalar. Bittadan laykni bosib turamiz. Jigarlar, sizlarga qo'ldan kelgancha Andijon viloyati Xo'jobod mol bozoridan reklama efir videolardan qisqa sizlarga tushuntirib boramiz. Narxlardan tanishtirib, o'ta bomba narxlar. Maşallah deb qo'yamiz. Aka nech pul qilishyapti buni? Hozir savdo qilmayapti. Nech pul baho aytyapsiz? Assalomu alaykum. Savdo qilinadi. Sherigim qo'lda so'ragan, bilmayman. 37 million narx aytyapti. 37 million kami. Gibrid. Oyoq qo'llari hamma yo'q bu joyda. Yashur, pashur nima? Mashina arig'ini aytyapman. Kattaman nech pul qilaver aka? Taroziga 62,5 mingdan so'rayapti hozir. Taroziga 62 mingdan. 62,5 mingdan, ha? Necha kilo kelib qolar ekan? 550 tepasi, ha? Qilichbek chorva kanali aka. Qilichbek chorva kanali, xudo xolasa. Chorva kanali. Salom. Addi shu, xo'sh tog'a. Har bitta inson rahmat, har bitta insonning uyida 5-10 tadan bo'lib ketsin, inshaalloh xudo xolasa. Barakasini bersin.
Ustalab tutsin bola. Addushi. Bo'ldi, xudo xolasa akamda ham o'ta kuchligi bor ekan, tapalab, qora variantida. Aka buni puli nech pul buni? 27 kami bor. 27 kami bor. Nech pulga bermadinglar? 25 2 ga berdim. 25 2 ga. Qiziqqanlarga telefon nomer qoldiramizmi? 91 91 609 609 84 00. 84 00 nomeriga aloqaga chiqinglar akalar. Xudo xolasa chorva ishqibozlari. Ikkovini o'zim akalarimizdan xudo xolasa qorasini ham orqalari pochka rosa baqilgan ekan akalar mana. Mana jigar. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, jigarlar qadrdonlar, akalar, ukalar. 37 million so'm bo'pti novvosimiz. Nima deyapti mana novvos? 37 million so'm. Orqalari pochka ekan akalar, xudo xolasa. So'ragan akalarimizga 37 million yopdi. 37 million yopdi buni. To'g'ri, ha. Bu nech pul o'tdi, pulini bilmaydilarmi aka? Dumba sovuribdi janvori. Aka shvedlar nech pul bo'ldi bir xila? Nech pulga kirdi u? Tok. Bu nech pul qilganini bilmaysizmi aka? Novvoslari o'zi turibdi, egalari yo'q ekan akalar. Egalari yana novvos olyapti. Akalar yoshroq novvoslar 1 yashar, 1,5 yashar atrofida novvoslarga kirdik xudo xolasa. Shved o'ta kuchli. Aka buni nech pul qilishyapti? Assalomu alaykum. 25 million kami bor. 25 million kami bor. Nech pulga bermadi? Shved novvoslar. 22 million qilyapti. 22 ga bermadingiz. Shu narsaga ishqibozlarga telefon nomer qoldiramizmi? Qiziqlar, sotib olib ketadi. Tok. Oqtoyda akam shu aka Oqtoyda. Maşallah, ko'z tegmasin. Shu yerda oyoq qo'li uzun rosa bo'ladigan ekan, baqadigan ekanda. Baqirma, sen maydan 3-4 topasan. Hali 1 so'm Xo'p. Aka buni nech pulga bermadingiz buni? 25 million kami bor buni ham. Bu ham 25 million kami bor. 22 million qilyapti. Buni ham 22 qilyapti. Yashirdan chiqqan. Ikkovini 50 million kami bor, 44 ga bermayapti jupik. Mana aka. Rahmat. Akalar ola paroda so'ragan akalarimizga xudo xolasa ola paroda. Chiroq qulog'i sirasi. Bunisi baho bo'lyapti aka? Nech pul? 13 million 700. Savdo qilish sunnatga ham turadi. 13 million 700 ming so'm qilyapti novvos. Akalar xudo xolasa. Buncha oldi. Nech pul bo'ldi ekan? 600. 13 million 13 million 600 qilyapsiz mashina? Bular nech puldan deyapsiz aka? chiqsa. Shu o'g'lanchalar yoshlar. Akalar xudo xolasa kelajagi hayot oldinda hammasi. Aka nech puldan baho aytyapsiz ularga? Bunga 38 deb 33 million, 33 yarim. 8 million kami bor deyapti jupini. 33 ga bermayapsiz, ikkovi ham novvoscha. Shved novvoschalar ana. Mana. Aka qiziqqan ishqibozlarga telefon nomer qoldiramizmi? 93lik 93lik 707 707 75 75 00. 00 nomeriga aloqaga chiqinglar. Akalar xudo xolasa orqa tomonlari pochka varianti. Yallar xudo xolasa Qilichbek chorvagan. Qilichbek chorvagan. Ayyo. Aka bu ola parodalar nech puldan deyapsiz? Buni 19 dan deyapman.
19 dan neyse. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chiroyli aka. Neç bilan bermaysiz aka? 30 milyon, 29 milyon berishyapti. Jupiga 30 milyon, 29 milyon qilyapti, bermayapti akalar. Qiziqqa ishqibozlar telefon nomer qoldiramizmi aka? Sotilib ketadi. Haligi nomer bilan. Bo'ldi aka, undan oldin aytilgan nomer bilan telefon qilaverasiz. Shved ham, ola ham bitta akamizdan, xudo xolasa. Mana. Qora novoshi bo'lyapti, baho bo'lyapti. Keling oching. Nech pul baho bo'lyapti? Sizdan 600 ming qilib bering. Samiz paysalon gap yetib ketganda qaytdim. Nech pul bo'ldi? 7 milyon 600 so'm bo'ldi. 7 milyon 600 mingga novos bormi? Desa bor. Akalar xudo 7 milyon 600 ming so'm bo'ldi. Pulini sanab bering. Chinda baxsh kerak ekan xolos, ha? 7 milyon 600 ming. O'zlar to'xtana senga beraman, bolam dedi zu. 7 milyon 600 ming so'm bo'ldi akalar novos. Nuqtasini senga beraman, bolam dedi boshida. Chiroyli. Uchovini ham bitta odam oldimi? Yo'q, sotiladi. Nechi pullar qilishyapti? 2 million kami. Uchovi. Ammo 32 million kami bor. Nechi pul bermayapti? 32 million kami. Qaysi gurpa? Qilichbek Chorva kanaliga. Kallalari ham chiroyli ekan. Akalar xudo xolasa mana. Boqadigan, mol qiladigan akalarimizga noldan, g'onajildan, orqalari chiroyli. Qora, jigari, qizg'ich. Akalar xudo xolasa hammasidan bor ekan. 32 ga berilmayaptimi aka uchov? Bir kami bor. 32 kami bor. Nech pul qilishdi chupiga? Ikkitasiga 19 milyon beryapti. Ikkoviga 19 million beryapti. 8,5 beryapti. Qiziqqanlar telefon nomer qoldiramizmi aka? Bo'ldi. Sotilib ketadi, savdo bo'lyapti ham akamiz. Xudo xolasa chiroyli ekan. Mana yosh o'rnashdi. Akalar olib boqqa qo'yib yuboradigan ekan, xudo xolasa. Deganlar. Qaysi biri bu o'rtadagimi? Kanal. Qilichbek Chorva kanali. Nech pul? Bermagansiz berdi. Savdo bo'lyapti, tog'amiz. 2 kam, 3 kam, 10 ga so'rashdi. 10 million qilishibdi. 3 ga. 97. 10 bering ham. 11 deb turdi. Bozorda oxir 10 million kam bor, sotib yuboraman. 2 kam, 3 kam, 10. So'radi, aytdim, novoz. Hojiboz uzun, hojiboz uzun. Xo'p, akalar, nech pul bo'ldi bu? 8 million. Mana bu narsa 8 million bo'ldi, tartib ketyapti aka. Xo'sh, bu narsa nech pul bermadingiz? 11,5 ga? 11,5 millionga sotdim. Shunday. Akalar nech pul bo'ldi o'rnashinglar? Qanchadan bo'ldi bular? 2 kam, 12, 10,5. 12 ga 10,5 million bo'ldi. Siz chiroylilarni olibsiz a? Olganmi, sotdim aka. Sotdingizmi? Chiroyli ekanda. Olgan odamga barakasini bersin, ki ko'payib ketsin. Ay, jonivorlar, jonivorlar. Asakani Ustoboy. Oltirish. Cho'p.